To'ydan oldin xotiniga sodiqligini isbotlash uchun qo'llarini kesib tashlagan erkaklarni bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Bu qabiladagi erkaklar qo'llarini kesib tashlab, bo'lajak ayollariga to'y sovg'asi sifatida sovg'a qilishadi. Ular shu tarzda o'zlarini sodiqligini namoyon qilishadi. Bu qabilada to'y marosimida asosiy an'ana hisoblanadi va erkaklarning ajralib turuvchi asosiy xos belgisidir. Agarda erkak kishi to'ydan oldin qo'lini kesishga rozi bo'lmasa, uni an'anani buzganligi uchun qo'llarini kishanlab qamab qo'yishadi. Bu g'alati qabila tog'li hududda istiqomat qilishadi. Bu yerda erkaklar emas, ayollar oila boshqaruvchisi hisoblanadi. Ayol kishilar nima desa, shu bo'ladi. Agar erkak kishi uylanmoqchi bo'lsa, u bitta emas, ikkala qo'lini ham kesib tashlab, bo'lajak kelinga ularni sovg'a qilish kerak. Bu an'ana qabilada bir asrdan beri davom etib kelib, hayot qonuniga aylanib bo'lgan. Bu yerga kelsangiz, erkak kishilarning qo'llari yo'qligini ko'rishingiz mumkin. Ular shu tarzda o'z ayoliga sadoqatini ko'rsatishadi. To'ydan keyin erkak kishi hamma statusini yo'qotadi, ya'ni xotin kishi nima desa, o'shani qiladi. Uydagi hamma kichik va katta qarorlar xotin tomonidan qabul qilinadi va er bunga ko'nishga majbur bo'ladi. Bu yerdagi erkaklar shu tarzda uylanish ular uchun sharaf deb o'ylashadi. Ular xotini uchun hattoki oyoqlarini kesib tashlashga ham rozi. Bu qabiladagi ayollar shu tarzdagi turmush eng ideal turmush deb